Bugün tarafım yaxşı oldu ya. Hmm. İmamның деген bir noktası bek yaxşı деген taң bay oldu. Gerçi aşını dep beri qaytadım. Şu imam oturlukta tarabin otursa da şu Uhud savaşını çendirgenti. Bilsem şu Uhud savaşının esnasında okuyacılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşı döngde turunla dep buyurgan. Lekin oturlukta bu Kureyş yani düşman xuddi qichiyotgandek bo'lib u o'qiyajılar xuddi biz bu so'qashni qazandik, yangdik deb xo'shalliqda g'animani olamiz deb Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan buyruqsiz o döngdün tushdi ekan. Tushgandan keyin ular farkında olmadı. Lekin aqsidan Halid ibn Validning boshlig'ida o çağda Halid ibn Valid yani Kureyş tarafıda urushayotgan mezgilde o çağda bayağı bir o çağda nurg'unlagan Müslümanlar şehit bo'lib ketdi. O çağda şehit bo'lishning ve şu Müslümanlarning şu kunda ashtaq bir musibet kunda yashashning asas sebebi Peygamber sallallohu aleyhi ve sellem'ning buyrug'ini anglamaslik. Şu buyrug'ini saqlamay şu g'animani qazanamiz deb olamiz deb baldir tushib olgan gap. Endi bugungi kunga kelsekmi, hozirgi Müslümanlarmı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mayli Allah'ның buyruqlariga anglamayotidi. Mesela nurg'un Müslümanlar özünü Müslüman dalgan kişiler namaz okumaydı. Dinga nim qilmaydi, tamoqqa diqqat qilmaydi. Qalaymagan yerlardan go'shtini miyada to'g'ri satar ekan, miyada go'sht satar ekan, harom halalga diqqat qilmay yavirdigan bir holat keldi. Hozir qarasam nurg'un Müslüman sen ko'ryapsan, mushu bankadan üstün bilan qarz yeyotidi. Nurg'unlar cho'ng gap qildi, voy Xitoyni anda qilamiz, bunda so'qish ochimiz dedi. Lekin sen o'zing o'sim ilish orqali hammamiz bilamiz, mushu o'sim bilan qarz olganlar xuddi Alloh bilan bevosita savash, ya'ni urush ochganga hisob. Shuni qarab, shu chaqda Uhud, ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayot, shu chaqda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qarab turib, shu atquchilar gapini anglamay anda shaklda bir mag'lubiyat yaşagandek bo'ldi, chekingan bo'ldi. Bugungi dunyoda mı yana Peygamber sallallohu alayhi vasallamning buyrug'ini, Allohning buyrug'ini yaşamay turib, dunyoning har qaysi yerlarida, faqatla Sharq Turkiston emas, mayli Filistin, mayli Rohingya, mayli Kashmir, chunki Allohning deymiz g'albisi kelsa butun musulmonlarga keldi. Ve Allah'ın gazabı kelse bütün Müslümanlar kildi. Biz erkin dünyada Amerika'da, Avustralya, Kanada yaşadık da bunda rahat boğasak olmuyor. Yani bizim kavlavatkan günahlarımız, işlerimiz, müştak Allah'ın buyruklarını ben hakka davet kılmaz mı? Üzerime davet etme bu işini. Müştak işlerimiz bütün ümmetki tesir kıldı. Şununla aşı şeyhten şu gibini anlat tövbe aşı bazen muşu rivayetlerini, muşu hikayelerini, muşu savaş, muşu urushlarını ve her qanday hikayelerini Kur'an-ı Kerim'den, hadislerden, o'xshagan tarixdan anlaymiz. Xuddi shu davrga qolib qolgandek, shular 1500 yil burun, 1400 yil burun yashagan, shu davrda qolib qoldi, hozirgi dunyoda emas deb shaxsan Kur'an-ı Kerim'de fiziku yani hozirgi hayotimiz, kundalik hayotimizga ta'sir qiladigan hadislarmi kundalik hayotimizga ta'sir qildigandek yashsak, shu shaklda yashashimiz kerak. Shu chog'da qoldi, tarixda qoldi emas, kundalik hayotda yani fizikal hozirgi dunyomizga, hozirgi muhitimizga ta'sir qilaligidek shaklda yashsak, jiddiy olsak bu kitoblarimizni, o çağda inşallah g'alaba qilamiz. Deb shunda bir ders chiqara oldim bugun Taroviyda.